Aziz do'stlar, bugun zaharli yo'nalish, umuman yuqib bo'lmaydigan yo'nalish bo'ldi. Bundan foydalanmanglar. Bu yo'nalishlardan manit bo'lmaydi. Bu yo'nalishlarda ketishga foydasi yo'q. Manit o'chadi, kanal o'chib ketadi degan gaplarga umuman rad javobini berib, aynan bu yo'nalishlarda ham daromad qilib bo'lishini, qanday qilib bundan daromad qilishdi, qanday qilib aylanib o'tishdi. Misol uchun, qonli sahnasi bor, o'shalardan qanday qilib aylanib o'tib foydalanish kerak. Qonli sahnasi yo'g'ini qayerdan topib olib qo'yish kerak. Shularni ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu nima haqida ketyapti do'stlar? Teleskop, boshqa detskiy nishalar, Tomzi Singer teleskop, Talkington yo'nalishlari, Wrong S yo'nalishlari, aynan bu yo'nalishlarda qanday montaj qilsak, qayerdan videolar olib montaj qilsak, bizni kanalimiz maniti o'chmaydi yoki o'zini monetizatsiya yoqib doimiy stabilniy daromad topishni yo'lini sizlarga o'rgatib qo'yaman do'stlar. Aynan o'zim ham Tomzi Singer yo'nalishidagi kanallarimni maniti o'chib qolganda, ularni manitini qaytarib olgan holatda aynan hozirgi paytda oyiga bitta kanalimizda 40 million, bitta kanalimizda 25 million, bitta kanalimizda o'sha 5, 6, 7 million daromad olib kelyapti do'stlar. Aynan bu yo'nalish ham detskiy nisha hisoblanadi va oldin qonli sahna qatnashgan, oldin videolarimizda qonli sahna qatnashgan, aynan hozirgi paytda esa umuman qonli sahna qatnashtirmagan holatda stabil daromad olib kelyapti do'stlar. Aynan bu mavzu bo'yicha hozir to'liq sizlarga tushuntirib beraman. Do'stlar, tushuntirib berishni boshladik. Xo'p, aziz do'stlar, mana hozir sizlarga to'liq tushuntirib beraman. Xo'p, misol uchun deylik, teleskopni birinchi tushuntirib o'tay. Hamma qiladigan teleskopdan qanday video qilsak bizda manit o'chmaydi va manit bemalol yoqiladi. Telestep kanali bor, hamma biladi, buni ham maniti o'chgan. Ko'rgan bo'lsalar, oxirgi 4 hafta oldin video qo'ygan, buni ham monetizatsiyasi o'chib qolgan. Sababi videosida qo'rqinchli yoki qonli sahna qatnashtirgan. Yana bitta noto'g'ri bu yo'li, buni noto'g'ri yo'li videoni Coffindance videosini tepadan ishlatyapti, pastdan ishlatmayapti. Birinchi qiladigan ishimiz videoni faqat tepa qismida ishlatish. Ya'ni Coffindance videoni tepa qismida ishlatamiz. Ya'ni ko'rib turganlaringdek. Mana past qismida ishlatish bu umuman xato narsa, ishlatmanglar. Do'stlar, bu kanalda mana videolari bor va bunda qonli sahnalar bor. Endi bunda misol uchun qonli sahna bo'lmasligi. Buni asosan qonli sahna unchalik yo'q bu kanalda, ko'rib chiqqanman bu kanalda. O'sha ikkita tarafda ko'p ishlatgani uchun ham maniti o'chib qolgan do'stlar. Bu kanalda mana tepasida faqat ishlatinglar teleskopda, buni pastda ishlatmanglar. Endi misol uchun deylik, Sonic'ni Coffindance kerak. Bizga Coffindance'lardan o'chib qoladi, misol uchun manit. Qo'shig'idan yoki biz o'ynagan teleskopimizdan yoki qahramonlardan hech qachon o'chib qolmaydi. Misol uchun Coffindance'larda o'chmasligi uchun nima qilishimiz kerak? Sonic Coffindance deb hamma qidiradi. Sonic Coffindance. Mana qidiradi, ko'rishlaring mumkin. Sonic bo'yicha Coffindance'lar chiqadi. Mana 1 minut, 1 minut 12 sekund, 1 minut 21 sekund, 1 minut 3 sekund. Shularning ichida juda ko'p-da bular, juda ko'p. Va shularning ichidan biz qidirib topib, qonli sahnasi yo'q, xavfsizroq, qo'rqinchli bo'lmaganini topib turib keyin foydalanishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun deylik, mana buni to'liq ko'rib chiqinglar do'stlar. Agar to'liq ko'rib chiqmasalar, birorta joyda qonli sahna yoki qo'rqinchli sahna bo'lib qolgan bo'lsa, juda qo'rqinchli bo'lmasa hech narsa qilmaydi. Ozgina qo'rqinchli bo'lsa, lekin juda qo'rqinchli bo'ladigan bo'lsa zarar beradi. Ko'rib chiqish kerak videoni to'liq oxirigacha. To'liq oxirigacha mana ko'ryapmiz. Hozircha nimasi yo'q, muammosi yo'q. Bu joyda sal bor, lekin unaqa darajada qo'rqinchli yoki qonli sahna qatnashgan yo'q. Mana shu joyini ko'rgan bo'lsalaring, mana qahramonni mana qaraymiz. Mana uni mana bunday qilib to'p urdiryapti. Bu ham xavfli sahna, bu ham hozir xavfli bo'lib qolgan. Agar shuni ko'rib qolsa, YouTube ko'rgan holatda videosi to'liq ko'rib chiqadi. Shu joyini ko'rib qolsa, sirazi kanalingiz manitini o'chiradi yoki o'zini o'chiradi. Buni nima qilamiz? Buni olamizda, shu joyini kesib qo'yamiz. Masalan, shu qismi bor-ku, shu qismini kesib qo'ysalaring bo'ldi. Umuman muammo tug'dirmaydi. Mana shu joy nima bo'ladi? Kesiladi. Qolgan joyi mana hozir ko'ramiz. Buni tushirdi. Bo'ldi. O'sha joyini, o'sha qisqa joyi bor ekan, ozgina joyi bor ekan, shu joyni kesasizda bo'ldi. Qolganidan umuman foydalanaverasiz. Xuddi shu holatda, misol uchun
Sonicni qidirdim, Marioni ishlatyapsizmi? Nimangizni? Marioni. Qolgan Coupe de Montantasizmi? O'shani ham ko'rib chiqasiz, qonli sahna bormi? O'chirib chiqasiz. CapCut'da o'zida montaj qilayotgan joyda ham ozgina o'chirib turib, qolganidan bemalol foydalansalar bo'ladi. Umuman moneta o'chib qolmaydi va stabil pul topsalaring bo'ladi, do'stlar. Endi misol uchun yana bitta yo'nalishlar bor. McQueen degan yo'nalish bor. McQueen deb yoziladi. Xo'p. McQueen yo'nalishi McQueen mana. Cofinance deb yozib qidirganda ko'rsalaring mana 1 yil oldin qo'yilgan video. Shuni endi qonli sahnasi bor, xavfli naqasi bor va yo'g'i bor. Biz iloji boricha yo'g'idan foydalanishimiz kerak bunda. Misol uchun mana birinchi videoni ko'rsalaring. Bu shunaqa video yasagan. Ketgan. Bunda umuman qonli sahna yo'q. Umuman hech qanaqa. Keyinchalik qonli sahna ishlatgan bo'lsa, boshqa videolarda shunaqa jalba kelib qolgan bo'lishi mumkin, misol. Demak, mana undan misol uchun deylik. Keyin nima ishlatayotganda eslatib o'taman. Ya'ni green screen ishlatayotganda yorilgandi yoki bomba tushgandi, shunaqani umuman ishlatmanglar. Bu narsa ko'proq o'sha nimada bor, Brongesda bor, umuman ishlatib bo'lmaydi. Agar uni ishlatadigan bo'lsangiz, sразу monetani o'chirib qo'yadi. Mana bunda hozir ko'ramiz, qayerda bor. Bunda mana boshida ozgina nimalar chiqyapti. Oz-moz xavfli bo'lishi mumkin, lekin juda xavfli emas. Iloji boricha agar o'sha joyini ham kesib qo'ysalaring, zarar qilmaydi. Mana shu nima chiqyapti-ku, olov chiqyapti. Shu olov chiqqan joylarini ozgina o'chirib chiqib qo'yishda maslahat beraman, do'stlar. Misol uchun mana bunisini ham o'zida ko'ramiz. Bunda ko'rsalaring qo'rqinchli mana, qo'rqinchli McQueen chiqarib qo'yapti bunday og'zini. Qo'rqinchli holatda shunga ham jalba tashlayapti aziz do'stlar. Qo'rqinchli yoki qonli sahna bo'lsa, sразу monet bermayapti, monet o'chirib qo'yish. Shu joyini ham kesib foydalanish kerak bo'ladi. Bu yog'ida umuman muammo yo'q. Faqat o'sha qo'rqinchli sahnasi borlarni ozgina o'chirib chiqish kerak. Bu detskiy nishada ozgina shunaqa daromad qilish qiyin bo'lyapti, lekin shuni ham aylanib o'tgan holatda, ya'ni Cofinance videolarini endi bunaqalarda umuman ishlatib bo'lmaydi. Bunaqa juda qonli sahnalar juda ko'p. Ko'rishlaring mumkin, bu nimaning ichida qon bo'lmasa ham yashil narsa bor, uni qon deb o'ylashi ham mumkin. Baribir uni og'zini ichida turibdi, qo'rqinchli yosh bolalar uchun umuman bu bo'lmaydi. Bu bizni kanalimiz o'zi aslida yosh bolalar uchun, lekin biz yosh bolalar uchun taqiqlab qo'yamiz kanalimizda, lekin bitta joyi bor. Biz misol uchun baribir yosh bolalarga ko'rsatadi. O'sha ko'rsalaring yo'q bolalar uchun yaratilmagan deymiz, keyin pastida ham 18 yoshdan ham nimalar uchun, yoshlar uchun bu video ko'rishi mumkin deb qo'yganimiz uchungina bizga jalb. O'shani ham o'chirib qo'ysak bo'ladi, lekin prosmotrlari kamayib ketishi ehtimoli katta. Endi bunaqa videolardan iloji boricha foydalanmanglar, unaqa qo'rqinchlilardan. Maslahatim. Xuddi shu holatda do'stlar, biz misol uchun Taylor Cofinance'dan foydalanamiz. McQueen'da boshqa yo'nalishlarda Cofinance'dan foydalanamiz. Aynan shu Cofinance'larda qo'rqinchli sahnasi bor joylarni o'chirib turib ham foydalansak bo'ladi yoki qo'rqinchli qonli sahna yo'q bo'lgan Cofinance'larda olib ham foydalansak bo'ladi aziz do'stlar. Shunda bizning kanalimiz umuman xavfsiz bo'ladi. Keyin yana bitta joyi bor, Yana bitta ma'lumot, yana bitta joyi bor deganimiz sababi hozir mana shu Sprunky kanali pastda yozyapti. Disclaimer: Momo Sprunky Animation shunaqa video Amerikaning bitta qonuniga bo'yicha bu 13 yoshdan kattalar uchun, 13 yoshdan kichkinalar uchun bu video mumkin emas deb qo'yapti. Ya'ni ozgina xavfsizroq bo'ladi. Bu ham 100% xavfsiz degani emas, lekin oz-moz xavfsiz hisoblanadi. Keyin yana bitta joyini aytib o'tdik, kanal treyleri degan joyi bor. Kanal treylerini qo'ysalaring yanada xavfsiz bo'ladi. O'zlarini ko'rsatib inglizcha gapirgan holatda, ya'ni men aytasizlar inglizcha deydi, men o'zbekchaga aytib beraman. Men bu kanalning egasiman. Shunaqa yo'nalishda montaj qilaman. Mana montaj jarayonimni ko'rsatib, bu montaj jarayonimda mana shunaqa videolardan foydalanaman. Qonli sahnalar qatnashtirmayman. Qonli sahnalarni qo'rqinch sahnalar bo'lsa o'chirib tashlayman. Shunaqa joylar yo'q, qonli sahnasini ko'rsatmaysizlar, lekin aytib o'tib ketasizlar. Shunaqa o'sha videongizni ichida ham qonli sahna ko'rib qolsa o'chirib tashlaysiz. Shunaqa ko'rsatib qo'ymanglar yana. Xo'p, men bu Taylor kanalim, misol uchun Taylor bo'ladigan shu Taylor kanalimda yoki boshqa kanalimda
O'zim video yasayman va bu mani videolarim 18 yoki 13 yoshdan kattalar uchun, kichkinalar uchun emas. Faqatgina yaxshi, unaqa misol uchun videolarimda 50% undan ham ko'p o'zgartirish kerakkan holatda montaj qilaman. Xuddi shunaqa maqsadda yaratilgan, misol uchun hordiq uchun, kattalar ko'rishi uchun, hordiq chiqarishlari uchun, qiziqarli bo'lishi uchun, shunaqa odamlar uchun yaratilgan kanal deb qo'yasizlar va shunaqa degandan keyin bemalol sizlarni kanallaring anchagina xavfsiz bo'ladi va agar ichida o'sha men aytgan unaqa kofindanslarda konditsioner shunaqa narsa bo'lmasa, stabil pul ishlasalaring bo'ladi aziz do'stlar. Mana ko'rishlaring mumkin bu kanalda eng mashhur videolar 2 oy oldin qo'yilgan. Hozirgi 1 oy oldin eng oxirgi videosini qo'ygan. Keyinchalik bu kanalda ham moneta o'chib qolgan menimcha. Qonli sahnalar juda ko'p ishlatib yuborgan. Xo'p, aziz do'stlar, yana bitta joyini eslatib o'taman. Tom the Singer yo'nalishidagi kanallar bor. Ya'ni Tom the Singerda bitta qahramonni olinadi, qolgan tomlarni eshitgan va gapirgan holati bo'ladi. Aynan bu yo'nalish bo'yicha video darsliklarimiz bor. Uni olish uchun Telegram kanalimizdagi bot orqali murojaat qilsalaring o'zim javob beraman. Aziz do'stlar, ya'ni deylik Sprunky Mario deb qidiraman-da mana. Misol uchun mana Sprunky Mario videosi bor va bu video davom etyapti mana. Oddiy unaqa qonli, qo'rqinchli emas. Davom etadi-da. Mana shu joyda qo'rqinchli bo'lib qoladi, tishlari chiqib. Shu joyda biz shu joyigacha foydalanamiz, qolganidan foydalanmaymiz. Xuddi shunaqa tartibda ketadigan bo'lsak, bizning kanalimiz umuman xavfsiz bo'ladi aziz do'stlar. Do'stlar, demak aytib o'tdim sizlarga. Iloji boricha to'liqroq ma'lumot berishga harakat qildim. Biz qonli sahna qatnashtirmagan videolardan, kofindas videolardan foydalanamiz yetishkin ishalarda. Keyinchalik ikkinchi o'rinda green screenlarda portlashlar, shunaqa yorilgan joylar, shunaqalarda umuman foydalanmaymiz. Iloji boricha unaqa green screenlardan foydalanmanglar. Portlaydigan joy, misol uchun 1 2 3 4 go deydi, portlaydi, shunaqa joydan ham foydalanmanglar. Xo'p, keyingisi biz agar qonli sahna bor videoni olsak-ku, undan foydalanishda aylanib o'tish sxemasi, ya'ni o'sha joylarni kesib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qonli sahnasi yoki qo'riqchi sahna bormi, o'sha joyni kesib qolgan joyidan foydalanish. Xo'p, keyingi to'rtinchi qiladigan ishimiz описание bo'limimizda o'sha bizni kontentimiz o'zi nima haqida va Amerika qonuni bo'yicha taqiqlangan shunaqadan foydalanmaslikni maslahat berish. Ya'ni shundan foydalanmayman. Ya'ni bu videolarim kichiklar uchun emas, kattalar uchun deb qo'yish. Va eng 5-inchisi, eng yana bir asosiylardan biri kanal treylerlarimizni zo'r qilib yaratib qo'yish. Buni ChatGPT bilan muloqotlashgan holatda gaplashib turib, shunaqa tuzib ber, mana kanalim shunaqa deb inglizcha qilib bersangiz, inglizcha qilib beradi va bemalol siz shunaqa kanal treyler qilib kanalingizni xavfsiz holatga keltirsalaring bo'ladi aziz do'stlar. Do'stlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Aynan bu mavzu bo'yicha to'liqroq ma'lumot olish uchun Telegram kanalimizga a'zo bo'lib, bot orqali murojaat qilsalaring, o'zim to'liq javob beraman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. YouTube'da pul ishlash darslarini davom ettiramiz.